Sebep dünyasida sen bar. Abduvali Ayub. Kichik chog'larimizda hammamizning nurg'un savollarimiz bo'lgan. Balkim har xil javoblarga erishgan bo'lishimiz mumkin. Ammo hammamiz erishgan bir o'rtaq javob bor. O nima? U ko'pincha inchga va ba'zida bom ovozda quloqimizga qo'yilgan so'rab bormaydi ekansan. Xudoyim shundoq yaratibdi ekan degandan iborat. Bu javobni qayta anglab bakmag'ili xili uzun yillar bo'lib ketgan ekan. Bir kuni do'stimning mashinasida ketib o'tib, shu javobni qayta anglab kulib tashladim. Ko'nib qilish degan ajoyib bir ish ekan. Do'stim ayol ikkilis doktor. G'arbdagi bir elda yashaydi. Ammo asli qolgani va qizig'i degani kichkimizda erishgan yiliqi Xudoyim shundoq yaratibdi ekan degan javob. Shundan keyin kuzatib baqsam kichkimizda anglagan bu javobni bolalarga shu peti yetkazib kelayotganlarmi oz emas ekan. Bu javobning hamma savoliga bab kelmasligi aniq. Ba'zi savollarga javob bo'lsa bo'ldigandek tuyulgan bilan Xudoyim shundoq yaratgan degan javobning o'zila bir savolga amildor. Shundoq yaratgan deganda zodi qandoq yaratgan deb savol qo'yishga to'g'ri keldi. Ba'zi shaylarni Xudoyimning bevosita yaratmag'ini aniq bo'lg'achqa bu javob faqatla mos kelmay qoldi. Sebep ma'nosida keladigan so'zning inglizchada bir qancha turi bor. Sebep degan bu so'zmi ko'p ma'nolik so'z. Ham ism, fe'l bo'lgandan boshqa turlanganda sifat va ravish bo'lib keladi. Bu so'z fe'l bo'lib kelganda aqliy xulosa chiqarish, sebep haqida izdanish, qonuniyatni tepib chiqish, hukm chiqarish degandek ma'nolardan keladi. Sebep so'zi sifat qilib ishlatilganda aqlga uyg'un degan ma'noni bildiradi. Bir millatning tilida ma'lum so'zning ko'p ma'nolik bo'lishi shu hukm haqida bo'lgan izdanishlarning, o'ylanishlarning va faoliyatlarning ko'p bo'lganligi bilan munosabatlik. Ko'ringan, ko'rinmagan, tuyulgan, tuyulmagan hodisalar, voqealar, ishlar va shaxslar haqida sabab natija nuqtasi turib izdanish bizni haqiqatga yaqinlashtirib, saxtalik va safsatadan uzoqlashtirdi. Biz yaşagan iqlimda bir sebebi bo'lmasa quyruq turamdı taşta degan hikoya miras qilgan bilan yana sapqini so'ramay uzumini ye degan tayyor tapliqmi umumlashgan. Sababni so'rab, sabablarga qiziqib, sabablarni tizib, qaysisining natijaga turtki bo'lganligini ayrig'idek bir ilmiylik biz yaşagan iqlimda umumlashmagan. Her ishqi savol qo'yib, har qanday narsani sabablantiradigan ruh yetilmaganning aksicha balalarga sabablarni yapti gap bilan yoshirish umumlashgan. Masalan, onlarda balalarni yolg'on so'zlama, living iqib ketadi. Ko'lga siyma, surkanga chaqi chiqadi. Yalangbosh yurma, chechangni yulduz yalib oladi. Boshqalarga tukurma, tilangga chaqi chiqadi. Cho'nglarning oldidan o'tma, putung qayrilib ketadi degandek. Gerçi bular anglamoqqa shundaqla aytilgandek qilgan bilan amaliyotda ko'rsatilgan sabablarning hech biri aqlga uyg'un emas. Chunki hech biri deyilgandek qilmaslikning sababi emas. Eng yomon yeri bu bolalarni nima uchunlarni so'rashdan, natijalarni sabablantirishdan to'sib qo'yadi. Uyg'urchada sabab qil, talab qil. Sabab qilsang sevat suv to'xtaydi. Bu dünya sebep dünyası degandek iboralarning keng bo'lganligi Uyg'urning natijalarini sabablantirishga intilgan reallikning xotirasidir. Masalan, bu dunyo sebep dünyası deganda sabablar haqida izlanmaslikning oxiratga mansub ekanligi imo qilingan. Bu maqollarda sabablar haqida izlanmagan hayotning faqat oxiratda bo'lganligi, bu dunyoda yashagan ekanimiz cho'qim sabablardan aqliy yakun chiqarib turishning zarurligi eskartilgan. Sabab qilish degan so'zning xato qo'llanilganligimi diqqatga sazovar. Rahmatlik onamning bir mudir do'sti bo'ldigan. Doim og'rib to'xtamaydigan tishini baxshiga baqtiratdi. U eshikdan kiribla, "To'xan, bir sabab qilib kelay" degan. Berishib beramla, kesel deganni Xudoyim yaratgan. Shu sababini qo'shib yaratgan bo'lgandikan, Xudoyimning oyatini o'qib, yurib qo'ysa, shifo bo'lar emdi, deb man qaramag'anga selib, onamni boshlab chiqib ketdi. Tish og'riqini bir natija desak, uni qandoq sabablantirishni bilmaganda, dori yemay baxshining yurgan tukrikini yeydigan ahmoqlik ko'rildi.
Oldimizga natija sifatida kelgan bir kasal, bir hodisa, bir kelishmaslikni amaliy, ilmiy sabablantirish odati bo'lmaganda sabab qilishni chora qilish deb tushunib, haqiqiy sababga munosabatsiz choralarga murojaat qiladigan holat o'tirg'i chiqadi. Kasalni Xudoyim yaratgan degan hukmni surishsiz qabul qilsak, izlanishning yo'lini etidi. Sabablar ichidagi faqat mush sababga shaksiz ishongandan keyin boshqa sabablar nazardan soqit qilindi. Shuning bilan doktorga berib kasalning haqiqiy sababini bilib olishdan mahrum qolamiz. Sabablar haqida izlanish, tajriba qilish va munozara qilishlar umumlashmagan biz cho'ng bo'lgan muhitda kishilar kasalni Xudoyim yaratgan deb kasal haqidagi sabablarning birini e'tirof qilib xotirjam bo'ldi. Natijada dinni suiiste'mol qiladigan daxalliq, baxshilik, pirxonlik, tumarchilik degandek xurofotlar avj oladi. Shuning bilan kishilarimiz ba'zi kasallarning irsiyat, urf-odat, muhitning bulg'inishi, klimatning o'zgarishi, hayvonlar bilan munosabatlashish qatorliq sabablar bilanmi paydo bo'lganligini anglaganda yo dastlabki qarshidan gumonlanib diniga qarshi chiqadi yoki bu sabablarni inkor qilib texmi johillikqa yepishadi. Ko'z oldimizda yuz bergan hodisalarning ro'shan sabablari haqida izlanmaganda ta'alluqotiga o'g'ri kirsa ramchin izlaydigan ish chiqadi. Tushning ilmiy sababini bilmaganda uning bir normal psixik faoliyat ekanligidan xabarsiz, uning hech nimadan bishorat bermaydiganligi va hech nimaga turtki bo'lmaydiganligini bilmay, tilamchidan duo tilaydigan, buvimdan panoh tilaydigan holga tushib qoldigan gap. Qutadg'u bilikda Yusuf Xos Hojib tushni bir normal ruhiy hodisa deb yozgan va tushda ma'lum ranglarning ko'p bo'lishini badanda ko'rilgan tangpongsizlikqa bog'lab tushundirgan. Afsuski, kitob yozilib 1000 yil o'tib, kishilar texcha tushdan bishorat izlash bilan ovora. Shunga ta'bir nomilar bozorliq. Ajdodlar aytgandek, bu dunyo sabab dunyosidir. Ko'zimizga ko'rinadigan va ko'rinmaydigan hodisalarning keyniga nurg'un sabablar yoshiringan. Biz sabablarga hojat tushmaydigan u dunyoda emas, bir balasi bo'lmasa quyruq tashda turmaydigan bu dunyoda yashaymiz. Shunga natija sifatida oldimizga kelgan har narsa bir yoki bir qancha sababga, hatto nurg'un sabablarga bog'langan. Buningga o'zimiz to'liq ishonch qilmay turib, bolalarning nima uchun, nimishqa degan savollarga izinib javob berishga ko'nalmaymiz. Hamda ularni dunyodagi nima uchunlarning sirini ochadigan, hech bo'lmasa shu nimishqlar ichida eziqib qolmaydigan ruhiy sog'lomlikqa erishtira olmaymiz. Bu dunyo aql yetmas tasodifiyliklar bilan emas, aqlga uyg'un sabablar bilan to'lgan. Hammamiz o'zimiz to'g'ri topgan sababga ko'ra qilgan ishimizning natijasini ko'ramiz. Shunga Alloh Qur'onda inson faqat qilgan ishining natijasini ko'rdi degan. Najm surasi 39-oyat.